Top 5 ta dasturlashni o'rgatuvchi o'yinlar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda Code Combat turibdi. Bu o'yinda siz kod yozish orqali jangchilaringizni boshqarasiz va dushmanlarga qarshi chiqasiz. Python va JavaScript kabi mashhur tillarni oson o'rganasiz. Bu orqali siz real kod yozishni o'yin orqali o'zlashtirasiz. Ikkinchi o'rinda Human Resource Machine. Bu o'yin orqali dasturlash mantiqini juda oddiy va tushunarli shaklda o'rganasiz. O'yinda siz kichik topshiriqlarni bajarish uchun algoritmlar yozasiz. Bu esa dasturlashning muhim konsepsiyalarining o'rganishiga yordam beradi. Uchinchi o'rinni Robocode egalladi. Bu o'yinda siz robotlarni dasturlab, boshqa robotlarga qarshi janglarda ishtirok etasiz. Java orqali dasturlashni o'rganaman deganlar uchun ideal tanlov. To'rtinchi o'rinda Scripts o'yini. Bu o'yin JavaScript orqali strategik boshqaruvni o'rgatadi. Siz o'z koloniyangizni yaratasiz, resurslarni yig'ib, boshqa o'yinchilar bilan raqobatlashasiz. Har bir harakatingiz siz yozgan kod orqali amalga oshiriladi. Va nihoyat 5-o'rin Swift Playgrounds. Ayniqsa Apple foydalanuvchilari uchun bu o'yin iOS ilovalarini yaratishni o'rgatadi. Juda sodda va intuitiv interfeys bilan dasturlashni o'rganish uchun mukammal tanlov. Bu videoni dasturlash qiyin deydigan tanishingizga yuborib qo'ying.